Serzarda zamonlar o'tdilar qator. O'tdilar yillaru oylar rang-barang. Moziydan bugunga yetmasdi ovoz. Bo'lmaganda xalqim sening xotirang. Sen o'zing naqsh etding hayot qissasin. Sen o'zing so'ng uni aylading bayon. Olis bobolarning bosgan har izin o'zing avlodlarga etding namoyon. Dilda xotirani iymondek saqlang. Dilda bo'lsin ota-onaning yodi. Chechakday ko'karsin qalblar bog'ida olis ajdodlarning so'ngan hayoti. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Chilonzor tuman Barkamol avlod bolalar maktabi 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha yurtdoshlarimizni bu bayram bilan keng qutlaydi. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. 9-may xotira va qadrlash kunini qanday nishonlamoqdasizlar? Biz 9-may xotira va qadrlash kunini harbiycha ruhda nishonlamoqdamiz. Ya'ni faxriylarimiz holdan xabar olib, ko'plab tadbirlarda o'z chiqishlarimizni namoyish etmoqdamiz. Yurtimizda qaysi sanada xotira va qadrlash kuni keng nishonlanadi? 9-may kuni xotira va qadrlash keng Nishonlanadi. Xotira deganda nimani tushunasiz? Xotira deganda o'tib ketgan ajdod avlodlarimizni keng xotirlab nima qilishni tushunaman. Ularning holidan xabar olish, qariyalarning holidan xabar olish. Biz Chilonzor tuman Barkamol avlod bolalar maktabidan sizga murojaat qilyapmiz. Shu o'z farzandlaringiz uchun 2 oylik aksiya e'lon qilingan. O'zi qiziqishlariga qarab, xohlagan to'garaklariga 2 oy davomida bepul qatnashishlari mumkin. Marhamat sizga. Rahmat. Bayram munosabati bilan bunday aksiyalar doimo amalga oshirib turiladi. Barcha o'quvchi yoshlarimizni Chilonzor tuman Barkamol avlod bolalar maktabida kutib qolamiz.